Yo, to'g'risi men bunchalik kichkina keladi deb o'ylamadim. Bu videoni shunchaki siz ham qimmat brendli narsaga pul sarflab, keyinchalik afsuslanmang degan ma'noda qo'yyapman. Qizlar, hozir xohlayman va sotib olaman. Sizlarga kichkina video formatini ko'rsatmoqchiman. Charlotte Tilbury'ni pudrasini hamma juda ham yaxshi biladi. Men shu vaqtgacha ishlatib ko'rmaganman va o'zim uchun kichkina probni variantini zakaz qilishga qaror qildim. Bor yo'g'i 3,4 gram. Bu даже men uchun $28 ga qimmatli qiladi. Mayli, sotib olishga sotib olib bo'ldi. Endi nolimasdan хотя бы sinab ko'ramiz. Katta gubka bilan suraman, chunki bundan kichkina gubkam yo'q. Pudrani ishlab chiqaruvchilar yuzingizda idealniy Photoshop hosil qilib beradi deb va'da berishyapti. 1, 2, 3. Вообще-то matoviy qildi. Solishtiramiz. Bu tarafim mana ko'ryapsizlar, yaltir-yultir qilyapti. Bu tarafim уже yaltiramayapti. Zato endi aniq bilaman, katta formatiga pul sarflamasdan budjetli boshqa pudra sotib olsam ham xuddi shunaqa effektga erisha olaman.